6 yoshli bemorni olib kelishdi. Shikoyatlari asosan juda ham ko'p miqdorda siyish, peshob qilganda esa aynan peshobini hidi ham yo'q, rangi ham yo'q, zichligi juda ham pasiyantka suvdek bo'lib o'tmoqda. Ko'p miqdorda suv ichadi, suv iste'mol qiladi. Bundan tashqari esa bola umumiy o'sishdan, rivojlanishdan orqada qolgan gavdalar ota-onasining gavdalariga solishtirib ko'rganda juda ham kichkina, masalan, o'sish rivojlanishdan orqaroqda va oxirgi paytda esa ko'ruv o'tkirligi pasayishi hamda ko'z g'alaylik kabi shikoyatlar paydo bo'ldi. Shu shikoyatlarni aytgandan so'ng esa men zudlik bilan shubhalandim va MRTga yubordim. MRTda esa aynan gipofiz sohasida o'sma aniqlandi. Kraniofaringioma, ya'ni gipofiz va ko'ruv xiyazma deydi, ya'ni ko'ruv nervi kesishmasi o'rtasidagi turk egarchasi bor. Ana shu sohadan chiqqan o'sma. Bu narsa ham gipofiz bezini bosib qo'ygan, shuning hisobiga yuqoridagi gormonal shikoyatlar kelib chiqqan hamda ko'ruv nervini bosib qo'ygan va shuning hisobiga ko'zlaridagi muammolar kelib chiqqan. Zudlik bilan neyroxirurgga murojaat qildik, neyroxirurgga yo'naltirdim. Operatsiya qilishdi, operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, Xudoga shukr. Hamda endi bundan buyog'iga reabilitatsiyasi boshlanadi. Shuning uchun har bitta bemorga doim tayinlayman. Profilaktika maqsadida ham yilda bir marta bo'lmasa endi holatga qarab turib 2-3 yilda bir marta MRT qildirib turish kerak. Profilaktika uchun nazoratdan o'tib turish kerak. Hech qanaqangi zarari yo'q. O'shaning uchun doimiy ravishda masalan kimgadir MRTni kerak bo'lgani uchun tayinlasak, ko'pchilik yo'q, qilmaymiz, zarar yoki shartmi degan so'rovlar, shunaqangi takliflar, e'tirozlar tushadi. MRT kerak bo'lgani uchun buyuriladi.